Ha, Xolmat, ko'rinmay qolding. Bu arqonni ko'tarib olib qayoqqa yo'l olding? Ha, mol bozorga tushay. Erta Qurbon hayitga bir jonliq surishtiray. 2 ta qo'chqor olaman. O'zimga, ukamga ham so'yaman. Bir qo'chqorning go'shtini xo'p so'yib tarqatarsan. Ikkinchi qo'yning go'shtini qayoqqa olib borasan? Ne qilishni bilmayin, shunga qotyapti boshim. Sen bir ilojim bilsang, taklifingni ayt, Hoshim. Taklifim shu qo'yingni talabalarga bersangmi? O'zi shu universitetga borib qo'y so'yishim qolgandi. Talabaga non bersang savob bo'ladi rosa. Qo'yni jag'ini ochormay biroz pichandan tasha. Mol qo'ylariga qarab tur. Mehnat qilsang o'lmaysan. Erta hayd o'tib olsin, go'shtini o'zing yeysan. Nima deyotgandim? Maslahat kerak, Hoshim. Ha, senga maslahatim. Qo'qonda Odilxon domla degani bor ekan. Madrasa universitetda talaba o'qitar ekan. Har yil qurbonlik qilib, go'shtini tarqatar ekan. Maslahatim shu. Qurbonlik aksiya. Askiya? Yana qanaqa askiya? Voy, aksiya, kalta fahim. O'zingni bos, xo'p, Hoshim. Xullas, pulni olasan. Mana undan o'tkizasan. Nomingdan mol oladi. Qurbonliging qiladi. Domla zo'r ish boshlabdi. Mana, rasmini ham tashlabdi. Tanlangan 40 ta mol. Tugamay ulgurib qol. Unda men bora qolay, tugamay ulgurib olay. Siz nimani kutyapsiz? Tezlashing, vaqt o'tyapti.